Assalomu alaykum qarindoshlar. Jenkins haqida bu yurish darsimiz xush kelibsiz. Bu bizning birinchi qismliq dars. Bu qism darsimizda biz Jenkins degan bu avtomatlashtirilgan bir qurol haqida to'xtalamiz. Ham Jenkins degan bu ochiq kod bir detal. Buni ishlatishalik intan yuqori nurg'ulg'an shirkatlar Jenkins ishlatadi. Nima maqsad ishlatadi degan joyda bu shirkatlar o'zining project yoki turlarini qanday uzluksiz birleştirish maqsadida, ya'ni buni inglizcha continuous integration yoki CI deb qisqartib oldi. Mush uzluksiz birleştirish maqsadida yasalgan nurg'un qistirmalar bor. Mush orqali uzluksiz birleştirish maqsadida, ya'ni bir gavdlashtirish. Hamda buningki eng oddiy bir chertyoj yoki xarita bilan yoki bir grafik bilan ifodalagan chog'da bu Jenkinsning nima ehtiyojidan Jenkins ishlatamiz degan chog'da, masalan, shuna bir oddiy bir ideal bir muhitni tasvirlanglar. O'ylanglar yoki tasvirlanglar, o'ylanglar. Masalan, ona bir ochiqchi bor deylik, ochiqchi developer. Hamda uni ko'p ochiqchi bo'ldi, masalan, bir proyektda. Hamda masalan, odatda bir proyektda 2 yoki 3 developer bor. Hamda bularningki emas bir yerda yaxshi, bir vaqtda o'sda yaxshi, shunami? Masalan, o'xshash bir vaqt birligida, o'xshash bir yerda ishlasa, bu intayin yaxshi. Masalan, o vaqtda Jenkinsga ko'p hojat tushmasligi mumkin. Lekin bu ahvol unda emas, unda ko'ngil kerak emas. Ba'zida hozir bu texnikaning taraqqiy qilishi bilan uning ustiga talant egalarini jalb qilish uchun ba'zi ochiqchilar Hindistonda, ba'zilari Yevropada, ba'zilari Amerikada degandek bo'lsa, Sharq Janubiy Osiyoda bo'lishi mumkin. Ko'pinchisi chet eldan bor yoki hatto bir davlat bo'lib qolsinmi, bir davlatning ichida ochiqchilarning o'rni o'xshamaydi. Birisi g'arbda, birisi sharqda yoki ishlash vaqti o'xshamaydi. 2-3 soatdan farqlanishi mumkin. Ham mush ahvolni ko'z tutgan chog'da dastlabda qanday qilib aytsanglar, shu ochiqchilar kod yozgan chog'da, ya'ni maslahat yozgan chog'da ochiqchilar har bir, masalan, 3 ochiqchi bo'lsa, ochiqchi developer ochidi demakchida yasaydi. 3 ochiqchi bo'lib qolsa, har birisining vaqti o'xshamay qolib qolsa yoki o'rni o'xshamay qolib qolsa, ular yo'llagan kod o'xshash olmagan vaqtda bir yak jamlanadi bir omborga, kod omborga, buni repository deydi, repository. Bir kod omborga jamlandi. Hamda buni jamlash uchun birisi eng bolda qo'pqani, eng keyin qo'pqandan yoki 3-birisini yoki eng oxirgi bitkizgicha saqlab turish kerak. Bu saqlab turish qanday bo'ladi degan joyda, bu hamda vaqtdan ziyon tortadi, vaqt jihatdan keyinga surildi. Vaqt keyinga surilsa qanday bo'ldi deganda, bularning sinashma, ya'ni testmi keyinga surildi. Undan keyin yetkazib berish yoki deploymentmi keyinga surildi. Project demak eng oxirida qanda kechikdi demakchi. Bunday holat jiq yuz bergan. Undan keyin bu ehtiyoj tufayli shuni o'ylashib Jenkins degan shu CI, ya'ni continuous integration, uzluksiz birlashtirish yoki gavdlashtirish deymiz. Shuncha detallarni barliq keltirgan. Odatda uzluksiz birlashtirishning yoki CI ningki faqat Jenkins emas. Uning boshqa detallarim bor. Ammo eng ko'p ishlatilgani ham shu ko'pincha shirkatlar ishlatgan qanday Jenkins. Bu qanday ishlaydi desanglar, odatda masalan ochiqchilar, hattoki sinovchilar olsin bo'ldi. Tester olsin bo'ldi. Bu yozgan kodni qanday bir kodni yozib yoki uni o'zgartirib, tayyorlab, qanday bir o'zgarishni qanday commit qildi. Commit deydi inglizcha buni. Bundan uyg'urcha qanday aytishni uqmadim. U kodni bir omborga kod ombor yo'llaydi. Odatda ko'pincha shirkat kod omborini GitHub ishlatadi. Undan boshqa ishlatishi mumkin. GitHub misol oldim. Endi GitHub yo'llaydi. Bu GitHub yo'llagandan keyin bu GitHub shu developerninki yoki ya'ni ochiqchilarninki, sinovchilarning qanday kodlarini saqlaydi. Undan keyin har xil yanglaydi. Endi bu Jenkins qanday qildi desanglar, Jenkins avtomatik holda GitHub Jenkins seplaydi, seplab bilan seplab bo'lgandan keyin uni keyingi darslarda tafsil to'xtalamiz. Hozir seplab bo'lgandan keyin qanday bir qurishni qanday g'idiq mana yurgizdi. Bu kodni nereden oldi desanglar, shu GitHubdan oldi. Ombordan oldi Jenkins. Omborda ilib, agar u muvaffaqiyatli bo'lib qolsa, u build, ya'ni qurish muvaffaqiyatli bo'lsa, bir sinaydi. Sinilgandan keyin undan keyin qanday qildi? Yetkazdi, deploy qildi. Deploy deydi inglizcha buni. Undan keyin tester yaratdi. Agar u hech qanday defect, agar test sinovchilar
bir kemtiklik yoki buni defect yoki bug deydi inglizchada. Topmasa buni eng oxirida qanday qildi desanglar, release qildi. Release degan bu inglizcha bo'lib ketdi. Bu to'g'ri qo'ydi, yo'l qo'ydi demakchi. Shuni qanday, masalan, qanday to'g'ri bekat yoki qanday project bo'lib qolsa, shuni ishlatuvchiga yo'l qo'ydi. Bu bir uzun bir jarayon hamda. Bu hamda mush jarayonlarni qayta har bir qitim developer qanday, ya'ni ochiqcha kodini yengilgan chaqda yoki o'zgartgan chaqda mushu Jenkins qanday uzluksiz qanday qildi? Mushu yo'linish, davrilish bunda chambersimon bunda oylaniy bagashga shunga uzluksiz uni ikkinchi yoki uchinchi bir ochiqchani saqlab turmay, uni yo'llaverdi. Birinchisiniki ikkinchisining masalan uxlab bo'lsimish, birinchi, ikkinchi ochiqchilar, uchinchi ochiqchilar qanday kodni bevosita yo'llablam shu uchinchisini yo'llaganligini shu GitHubdan iliblam Jenkins qanday qildi desanglar, qurdi, sinaydi, undan keyin yetkazdi, deploy qildi. Hamda bu Jenkins qanday asosli Jenkinsninki uzluksiz birlashtirish qanday maqsadga ish olsanglar, bu Jenkinsning nurg'un qistirmalari bor. Buni inglizcha plugin deydi. Nurg'un qistirmalar bor. Bu qistirmalarning yordamida biz uzluksiz birlashtirish yoki gavlashish, continuous integration deydi, CI inglizcha. Mushuni hamda qanday biz DevOps deymiz. DevOps bosqichini shu Jenkins orqali DevOps orqali bu buning bir bosqichi. Hem Jenkins kimlar ishlatadi deganda, ochiqchilar ishlatadi, sinovchilar ishlatadi, mumkin DevOps deb ayrim bir DevOps, ayrim bir tema ular ishlatadi. Agar biz ma'lum bir qurolni shu nimaga birlashtirmoqchi bo'lsak Jenkinsga, Jenkinsning qistirimlari bor. Shu qistirimni ishlatamiz. Undan boshqa hamda uzluksiz birlashtirish, hozir men bir qitim so'zlab o'tdim, bir to'liq bir sxemasini ko'rib o'tsak, masalan bir ochiqchi bor deylik. Ochiqchi kodni yozdi yoki yengilidi. Burun xatolik bo'lgan bo'lsa, yengilidi yoki yana qatdi. Uni qanday nega yo'llaydi? Ambaga, repositoryga. Adat ambaning GitHubni hamda bir amba sifatida qo'llanadi, kodni saqlaydigan. U nega yo'llandi desam, Jenkinsning yoki CI service, CI degani shu continuous integration. Jenkinsda qanday trigger deymiz inglizcha buni. Shu kodni oladi, bu qurdi. Agar muvaffaqiyat ko'p qolsa, qurdi, sinaydi, CI o'zim sinaydi. Ondan keyin qanday qildi? Buni yetkazdi, deploy deydi bu inglizcha. Yetkazilgandan keyin bu nega bordi? Tester. Sinovchilarga bordi. Bular yana bir tekshiradi. Yana muvaffaqiyat qilgan chaqda. Agar bu muvaffaqiyat ko'p qolsa, yana nega bordi desanglar, buni bozorga soldi. Bozorga soldi bayam qilgan release deganim qanday bozorga soldi. Hamda amaliyotda undama desanglar, unda yo'q, bunda tuzlamish ketadigan yo'q. Unda ish ketmaydi. Bu qanday oldi desanglar, ochiqchilar kodni yo'llagandan keyin bu agar o'tmay qolib qolsa, shu ochiqchilar qanday bir doklad keldi. Agar o'tab qolsa, agar yana sinig'uvchilar, yani ayrim sinaydiganlar bor. Yumshoq detalning sifatini tekshirish deymiz buni hamda. Sifatini tekshiradiganlar deb turaylik. Tekshiradiganlar agar uni xatolik yoki bug yoki defect deydi inglizcha. Deb qolsa, uni yana ochiqchilar avatadi ular. Menda xatolik bor ekan deb. Hamda o xatolikni qanday avatadi desanglar, o'ziniki masalan o'sha nimani yo'llaydigan Jira, Rally o'xshash har xil detallar bor. Hamda uningga kirib ketmayman. Faqat ma'lum bir vosita orqali ochiqchilarga o'zining topgan xatoligini yetkazdi. Shuni bilan u yana o'zgartirish kirgizgandan keyin yana yo'llaydi. Uzluksiz birlashtirildi degan. Eng oxirida qanday? Muvaffaqiyatga bo'lgan chaqda deganda hamda uni kim belgilaydi deganda, uni har xil sinash, sifatlashtirish bosqichida o'tgandan keyin buni qanday har xil muhitlar bor, hammasida o'tgandan keyin bozorga chiqadi. Mush jarayonda qanday? Burun agar Jenkins olmagan bo'lsa, internet avorchilik, undan keyin vaqt ko'p ketadi. Jenkins bo'lgandan keyin nurg'un jarayonlarni osonlashtirdi. Shunga ko'pincha shirkat hozir Jenkins ishlatadi. Ham Jenkinsning qanday ortiqchilik bor degan chog'da. Jenkins bir as bor, keyin Jenkinsniki. Birinchidan, hamda buni masalan uzraning tanlab so'rash mumkin sizlardan, qanday ortiqchilik bor deb. Birinchidan
bu ochiq kod, open source deymiz, ochiq kod. Ochiq kod bo'lganligi qanday? Uning ustiga ochiq kod bilan bo'lmay, buni ishlatmoqchi bo'lsangiz, siz ishlatalasizda. Kim ishlatmoqchi bo'lsa, hamda bu oson, saplashma intayin oson, qachlashma intayin oson. Hamda ochiq kodli qo'ygandan keyin ikkinchisi qanday ortiqcha qilsangiz haqsiz. Tannarxini to'ltalaydi shirkatlarniki. Uchinchisi qanday? Sistema supa mustaqilligiga. Supa mustaqillik degan shu Mac ga, Windows ga, Linux ga hammasiga qanday tang qo'llanadi. Chunki buningki nimdan foydalanib, qaysi tildan foydalanib yozilgan sanlar Javadan. Shunga buning sistema supa mustaqilligiga. Hamma supa ishlayverdi. Ondan keyin qistirmalarning turi ko'p. Necha yuzdan hatto minggacha qistirmalar bor buningki. Ehtiyojingizni to'liq chiqaradi. Ondan keyin qanday? Shu birlashtirish, birlashtirish yoki birlashtirish, CI, continuous integration deymiz inglizcha. Shuning qanday hammasi avtomatik olib berildi. Shunga vaqt tejaydi, pul tejaydi. Vaqt tejalgan degan gap, pul tejalgan degan gap. Unda esa men Jenkinsning to'g'ri bitini ishib ko'rsatam. Jenkinsningki adresi jenkins.chekit ya'ni io. Jenkins adresim shu. To'g'ri ko'rinsa, buni men uyg'urchashtirib bersam, buning yuzini yine her qanday ko'lamda cho'ng ishlarni vujudga keltirib, oldin qatordagi ochiq kodli avtomatik mulozimlar, ya'ni Jenkins orqali qanday har qanday turini qurish, o'rlashtirish va avtomatlashtirish qiladigan net 100 qistirma bilan ta'minlaydi. Qistirmaning soni intayin ko'p. Miyadan tushirish yoki putuk debdi ham miyadan tushiramiz. Bu birinchi qism darsimizda biz tushirishni ko'rsatmaymiz, uni keyingi qism darsida to'xtalamiz. Hamda Jenkins dedim bu neymiş Jenkins işletiyor deganda uzluksiz birlashtirish va uzluksiz yetkazish. Uzluksiz birlashtirish ya'ni continuous integration degan gap. Yetkazish degan continuous development, CDCI deydi. Hamda Yusrani ta'minlaganlar bilishingiz mumkin. Ondan keyin qachlash oson. Bu Java'da asosiy qachqa buni men boyam deb o'tgandek Mac, Windows yoki Linux qaysi sistem bo'lsa qachliqli bo'ldi. Ondan keyin saplash oson, saplash oson. Mümkün kengaytirilgan nusxalari, ya'ni kengaytirilgan degan extendable degan gap inglizchadagi. Bayam deb aytganda qistirmalar ko'p, turi ko'p. Undan boshqa har xil yengilab turdi, uchirgan masalalarni yo'llab turdi. Undan keyin agar yo'chiq bo'lib qolsa, bug degani yo'chiq. Yo'chiq demakchi. Defektni yo'chiq desak bo'ladi, yo'chiqlarni tepib, uni to'liqlaydi. Haqqida deydi, bexatarlik, mukofot Jenkins Security. Ben bunu üzerine görürseniz bo'ldi mana. Keyin tushirish muhabbatga bossangiz bo'ldi. Tushirish yoki boshpatdan tushirishni qilsak bo'lardi. Ham tushirishning haftalik tushirganlar va muqim tushirganlar va buni men keyingi soatda tafsili ko'rsatib qo'yman ishlab. Bugungi darsimiz mushagacha. Tushungan nuqtalar bo'lsa, asosiy shakl qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.